Shef, bitta необычный ovqat qilib bering, hech kim qilmaganida. Bittasi bor. Hind oshxonasining eng taniqli taomlaridan biri butter chicken tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib tovuq filesini kesib olamiz. Bu taomni original retseptida grek yogurt ishlatiladi. Men Добрый деревенский утро brendining yogurtidan foydalandim. Grek yogurtining kulinariyada juda ham ko'p imkoniyatlari bor, sifatli va oqsinga boy mahsulot. Yogurtdan keyin tovuqga retseptda ko'rsatilgan hamma ziravorlar, qirg'ichdan chiqazilgan imbir va chesnok, limon suvi va gixi yog'ini qo'shib aralashtiramiz va kamida 4 soatga muzlatgichga olib qo'yamiz. Sizlar uchun iloji boricha asl retsept topishga harakat qildim. To'liq retsept har doimgidek описаниеda. Sous uchun qizil piyozni gixi yog'ida ziravorlar bilan birga qovuramiz, bir dona qalampir solamiz, 5 daqiqa pishirib, qirg'ichdan chiqazilgan chesnok bilan imbirni, yong'oq va pomidor solamiz va 20 minutga dimlab qo'yamiz. Bu ovqat shaxsan o'zim pishirgan eng ko'p ziravor solingan ovqat bo'ldi. Sous pishguncha alohida yaxshilab qizigan tovuqda tovuqimizni qizartirib olamiz. Tayyor sousni blenderda silliq qilib maydalab olamiz, elidan o'tkazib tovaga qaytarib solamiz. Sousga tovuq, qaymoq va sariyog' solib 5 daqiqa pishiramiz, tuzini ko'ramiz va taom tayyor. Butter chickenni basmati guruchi, qaymoq va kashnich bilan dasturxonga tortamiz. Bu taomni anchadan beri tayyorlab ko'rmoqchi edim. Mazasiga keladigan bo'lsa, retseptlarimni ag'dar-tuntar qilib reaksiyamdan o'zingiz ham sezgan bo'lsangiz kerak. Mana retseptlarim shokda hozir. Hamma qo'shilgan mazalar shunaqa zo'r bir-biri bilan uyg'unlashyapti. Gap yo'q.